Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman, bir savolim bor. Yani shu sap-sariq gullab turgan narsaning nomini kommentlarda yozsangizlar. Hem bu Telegram kanallarında ko'pincha keladi bu. Juda ko'p dardga davo ekanda. Yani shuni rasmiy olganmi kommentlarda yozinglar. Agar bilsangizlar qaysi kasalliklarga davo, qanday qilib buni foydalanish kerak. Yani shu narsalar haqida yozsangizlar xursand bo'lardim. Kommentlarda albatta yozinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like'larni bosib qo'yinglar agar video kimgadir foydali bo'lsa. Ko'proq odam ko'radi shunda. Xudo xolasa hammangizga rahmat. Yana Xudo xolasa ko'p video chiqaramiz. Xudo xolasa sizlarga yana hali Orolga boramiz deb va'da berib qo'yibman. Xudo xolasa Orol dengizine bu yil borishga harakat qilaman. Bultur imkoni bo'lmadi, vaqtim bo'lmadi to'g'risi. Yana shuning uchun bora olmadim. Hozir kamerani o'zimga qarataman. Yana mana ko'rsataman sizlarga. Hozir yani bizim bog'ning hamma yerida bor bu narsa, lekin shu otini bilish kerak bo'lib turibdi. İnternette poisk berdim, qidirtirdim. Yozib qidirdim. Buni otini moychechak deb ko'rdim, boychechak deb ko'rdim, lekin boshqa narsani chiqarib berdi. Buning asli nomini bilganlar yozsangizlar iltimos. Hammaga foydali bo'lar edi. Emindim men uchun kerakli buning javobi. Bu narsani yani shu narsa sap-sariq gul. Shuni mana quritib olib qo'yasiz dedi-da. Telegram kanalda gördüm. Demleme, çayning o'rnina choyning yanına qo'shib demlasang, ichsang foydali ekan. Shu narsani kim biladi? Shuni ham yozinglar, rostdan ham foydalimi? Hozir internetdagi gaplarga ishonch yo'q. Keyin kim qaysi hududlardan kuzatyapti bizning kanalda? Mana shu narsa haqida to'liq ma'lumot bersangizlar. Komment yozib turibsizlar, rahmat, lekin ismingizni yozmaysizlar, nereden, qayerdan kuzatayotganingizni yozmaysizlar. Bir ikki adam yozadi hududini, o'zining qayerdan ekanligini. Mana shu narsalarni yozsangizlar degandim. Va kanalimizda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Xudo xolasa sizlarga yana bir marta aytaman, Orol dengizine borishga bu yil harakat qilaman. Xudo xolasa bultur va'da bergandim hammangizga. Borib videoga olib Mo'ynoqqa boramiz. Xudo xolasa Orol dengizine boramiz. Videoga olib hammasini chiroyli qilib ko'rsataman xudo xolasa. Albatta buning uchun sizlardan qo'llab-quvvatlashingiz bizga juda ham muhim. Qanaqa qilib qo'llab-quvvatlaymiz degan savol tug'iladi. Like bosasiz, komment yozasiz. Yaqinlaringizga ulashasizlar. Yana shu yerdan bersangizlar bo'ldi shunday. Boshqacha moddiy tomonlama yardım bana kerak emas. Xudoga shukr, o'zimda yetarli hamma narsam. Rahmat hammangizga. Yana bizning bog' bu. Hamma yerda bor, sap-sariq gul. Shuning nomini yozinglar. Boychechak deb yozmanglar, moychechak deb yozmanglar. Boshqacha ekan buning oti. Men yozib qidirtirib ko'rdim, boshqa narsa chiqdi. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir marta rahmat videolarimizni ko'rganlariniz uchun.